Excelda katak deb nimaga aytiladi? Xo'p, Excelda katak ingliz tilidan olingan bo'lib, cell deb ataladi. Bu ingliz tilida cell degani katak degani. Excelda katak bu jadvalning bitta maydonchasi bo'lib, unda ma'lumotlar, misol uchun matn, son, sana, formula va hokazo ma'lumotlarni saqlashingiz mumkin. Katakning asosiy vazifasi har bitta katak ma'lumot yozish uchun joy bo'lib xizmat qiladi. Katakda matn, raqam, formula, sana, vaqt yoki funksiyalar bo'lishi mumkin. Katakning manzili misol uchun A1, B2, C5 shunaqa ko'rinishda bo'lishi mumkin. Endi katak manziliga o'tsak. Har bir katak ustun harfi va qatorda raqam orqali belgilanadi. Misol uchun A1 A ustundagi birinchi qatordagi katak, B3 B ustundagi 3-qatordagi katak hisoblanadi. Xulosa, Excel katagi jadvaldagi eng kichik ma'lumot birligi bo'lib, u ma'lumotlarni kiritish va saqlash uchun mo'ljallangan joy hisoblanadi.